Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlər proqramımızı görüşünlərni qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qənəmsiz diqqətinizlər ekranımızda olsun. Xitay Şərq Türkistanda yalğan təşviqatını küçəytiş planını təkidlədi. Xitayning Şərq Türkistandagi təşviqat bölümü əməldarları məxsus yığın təşkilləb, irqi qırğınçılıq cinayətini pərdazlaş, özünü qaçırış haqqındakı yalğan təşviqatlarını köp nöqtədən hər tərəfləmə davamlaşdırış planını alohida təkidləgan. Xitay təşviqat orqanı Tağrıtaq Doğru'nun xəbər qilishçə, atalmış Uyğur Avtonom rayonluq təşviqat bölümü əməldarları 7 fevral məxsus yığın açqan olub, yığınğa atalmış Uyğur Avtonom rayonluq partiya komitetining sekretari Ma Xingroy, Qorchaq rais Erkin Tuniyaz qatnaşqan. Yığında bu yilmi irqiy qirg'inchilik jinoyatini izchil davomlashtiradiganligiga ishorat qilingan. Xabar qilinishicha, yig'inga Sharq Turkistonning har qaysi viloyat, oblast, shaharlik partiya komiteti tashviqot bo'limining amaldorlari va boshqa aloqador amaldorlar qatnashgan. Undan boshqa Sharq Turkistonning har qaysi joylarida sho'ba yig'in maydoni ta'sis qilingan. Yig'inda Ma Xingroy Sharq Turkistonda davomlashtirayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini xalqaro jamiyatdan yoshirishni kuchaytirishga ishorat qilib, Junxo madaniyatining o'rtoqligini har qaysi millatlar aralashish, almashtirish, uyg'urlashdek tarixiy paketlarni namoyon qiladigan so'z sistemasi va unumlik vositalarni ko'p nuqtadan har taraflama barpo qilish kerak deb bildirilgan. Yig'inda so'z qilgan Qorchaq amaldor Erkin Tuniyaz Xinjiangni madaniyat orqali uzuqlantirishni cho'nqur olg'a siljitib, ommaviy fikr yetakchiligini yaxshi ishlab, Junxo millati o'rtaq ma'naviy makoni barpo qilish kerak deb jar solgan. Yig'in oxirida so'z qilgan atalmış Uyghur Avtonom rayonluq tashviqot bo'limining raisi Wang Jianshin Xinjiangga aloqador tashqi tashviqot va ommaviy fikr ko'rishidagi tashabbuskorlik jingini yaxshi qilib, ideologiya sohasining bexatarligini qat'iy qo'g'dab, tirishib Xinjiangning tashviqot, ideya, madaniyat xizmatida yangi vaziyat yaratish kerak degan iboralarni ta'kidlash orqali chet elga qaratilgan yolg'on tashviqot harakatini kuchaytirganligiga imo qilgan. Xitoy ishg'oliyat tarixidan boshlab Sharq Turkiston xalqini har xil bahonalar bilan bostirib kelgan bo'lib, yaqinqi yillardan buyon atalmış Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, Junxo madaniyatidan uzuqlantirish nomi ostida irqiy qirg'inchilik yurgizmoqda. Xitoy madaniyatini majburiy tengish bilan birga Uyg'urlarning tarixini, madaniyatini burmalash, o'zgartish, yo'qotish planlarini texmo kuchaytirib ijro qilmoqda. Xitoy Uyg'urlarning milliy kimligini unuttirish, tarixini burmalash plani bo'yicha 2024-yilning 5-ida atalmış Xinjiang muzeyining ko'lamini aslidagidan 3 hissəga yaqin kengaytib salgan. Mazkur ko'rgazmaga Sharq Turkistonning azaldan Xitoyning bir qismi ekanligidek burmalangan tarixni o'ttirg'a chiqarish maqsad qilingan 1500 dan ortiq atalmış madaniyat yodikorliklari qo'yilgan. Undan boshqa turli sayohat nuqtalari planliq o'rinlashtirilib, chet ellik sayohatchilarning ko'zini bo'yash uchun qo'llanilmoqda. Xitoy shirkati DeepSeek g'oyat zo'r shaxsiy uchurlarni to'plagan. Koreya istixborot organining oshkorlashicha, Xitoyning sun'iy aql supisi DeepSeek ishlatuvchilarining haddidan ziyoda ko'p shaxsiy uchurlarni to'plagan. Nikkei Asiya to'rining 10 fevral xabar qilishicha, Koreya davlat bexatarlik idorasi Xitoyning sun'iy aql supisi DeepSeekning shaxsiy uchurlarni haddidan ziyoda to'plashidan andisha qilayotgan bo'lib, DeepSeek supisining suhbat xotirlarini yo'tkishi, kirgizilgan uchurlarni to'plashi bexatarlik xavfi keltirib chiqaradi ekan. Koreya hukumatining ba'zi tarmoqlari mazkur sun'iy aql supisini ishlatishni cheklagan bo'lib, Avstraliya va Tayvanmo o'xshash tadbir qo'llangan. Koreya davlat bexatarlik idorasi yana DeepSeekning ishlatilgan tiliga qarab, sezgur masalalarga farqli javob beradiganligini, siyosiy savollarni tekshiradiganligini ayblagan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi ayblashlarni inkor qilib, shaxsiy uchurlarning maxfiyatligi va bexatarligining muhimligini da'vo qilgan. Xitoy jamiyati yana bir yangi xavfga duch keldi. Xitoyda to'y qilganlarning soni burunqiga qaraganda eng oz bo'lgan bir vaziyatda ayollarning ajrashish nisbati davomli oshgan.
Amerika CNN kanalının 10 fevral xabar qilishicha 2024 yili Xitoyda to'y qilganlarning soni tarixdagi eng to'van chekka tushib qolgan bo'lib, bu bulturqiga selishtirganda 20% dan ko'proq to'vanlagan. Bu xil to'vanlash yaqinqi 10 yillik yuzilanish bo'lib, emgak kuchining ozayishi va nüfusning qiyrishi Xitoy iqtisodiga zo'r xiris elib kelgan. Bildirilishicha, Xitoy rejimi garchi bu xil xirisdan qutulish uchun to'y qilish va farzand ko'rishga rag'batlantiradigan iqtisodiy ilhomlantirish, tashviqot qatorliq tadbirlarni qo'llangan bo'lsa-mu, biroq yuqori turmush xarajati, ishsizlik va nikohga bo'lgan pozitsiyaning o'zgarishi sababli yoshlar ichida to'y qilishni kechiktirish yoki to'y qilmaslik ahvoli ko'paygan. Xitoy Xalq ishlari ministrligi o'tgan yili 2 avgust 2024 yillik 2 fasllik sonliq ma'lumotlarni e'lon qilgan. Ko'rsatilishicha, bultur oldingi yarim yilda Xitoyda 3 million 430 ming kishi to'y qilishga tizimlatgan bo'lib, o'xshash mazgildagidan 12,7% azaygan. 2019 yildan boshlab Xitoyda to'y qilguvchilarning soni uda 5 yil to'vanlagan. Xitoy rejimi nüfus krizisini hal qilish uchun planliq tug'ut siyosatiga o'zgartish kirgizib, farzand soni cheklamasini 1 dan 3 ga chiqargan edi. Shundaqla baldir to'y qilishga, ko'p farzandlik bo'lishga rag'batlantirish uchun baldir to'y qilganlarni naqd pul bilan mukofotlash, tug'ut to'liqlama puli berish, tug'ut dam olish kunlarini uzartish qatorliq turli tadbirlarni yo'lga qo'ygan edi. Ammo bu tadbirlar Xitoydagi nüfus to'vanlash yuzlanishini o'zgartirmagan. Halbuki Xitoy o'z nüfusini ko'paytirishga urinish bilan birga Sharq Turkistonda Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilib etish, majburiy bola tushirgizish qatorliq irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini davomlashtirmoqda. Avstraliya strategik siyosat instituti ASPI 2021 yili e'lon qilgan bir dokladida Xitoyning Sharq Turkistondagi nüfus yo'qotish jinoyati natijasida tug'ilish nisbatining misli ko'rilmagan darajada tuvanlaganligini 2017 yildan 2019 yilgacha bo'lgan 2 yil ichida Sharq Turkistondagi tug'ilish nisbatining 49% ga yaqin tuvanlaganligini, buning Suriyadagi ichki urush yoki Livanda va Kambodja irqiy qirg'inchiligi mazgilidagi nüfus tuvanlashdan eshib ketganligini ko'rsatib o'tgan edi. Hindistonda mavzudonchilar etib o'ldirildi. Hindistonning o'rta qismida o'nlagan mavzudonchi asabiy kuchlar Hindiston bexatarlik kuchlari tomonidan o'ldirilgan. Amerika CNN kanalining xabar qilishicha, 9 fevral Hindistonning Chhattisgarh o'lkasida yuz bergan qattiq to'qinishda kam deganda 31 mavzudonchi asabiy o'ldirilgan. Bu jarayonda 2 soqchi o'lgan. Bu hodisa bu yil Hindistonda yuz bergan eng og'ir to'qinish bo'lib qolgan. Soqchilar va qurolli qism mavzudonchi asabiylarning yig'ilganligi haqidagi istixborot uchurini topshirib olgandan keyin o'rmonliq rayonda harakat qo'zg'agan. Bexatarlik kuchlari bu rayonni tekshirganda o'zaro to'qinish yuz berib, asabiylar va qonun ijro qiluvchilarning orasida o'lish va yaralanish ahvoli ko'rilgan. Qurolli to'qinishda 2 soqchi yaralangan. Navbatda harakat davomlashayotgan bo'lib, bir qism qurol-yarog' va o'q-dorilar qo'lga tushirilgan. Bu vaqa bir oy ilgari yuz bergan yana bir cho'ng to'qinishdan keyin yuz bergan bo'lib, oldingi qatimqi to'qinishda mavzudonchilardan 16si o'ldirilgan. Ma'lum bo'lishicha, 1967 yildan boshlab mavzudonchi asabiy iqim markaziy va shimoliy Hindistondagi namrat yerlik jamoatlarning xizmat puristi va tabiiy boylik manbalariga bo'lgan talabidan kelib chiqqan. Ular mavzudonning qattiq qo'l qonxo'rlik siyosatidan ilhom olgan bo'lib, hukumat armiyasi va asosiy qurilmalarga qarshi zo'ravonlik harakatlari uzundan beri davom qilib kelgan. G'azzada urush to'xtatish suhbati yana boshlandi. Isroiliya vakillari Qatarda ishga oshgan G'azzada urush to'xtatish haqidagi suhbatni davomlashtirmoqchi bo'lgan. Amerika radio televiziya shirkati NBC'ning 10 fevral xabar qilishicha, Isroiliya vakillari o'maki yakshanba kuni Qatarga yetib berib, G'azzadagi urush to'xtatish masalasi to'g'risida suhbatlashmoqchi bo'lgan. Isroiliya qurolli kuchlari Hamas bilan tuzgan to'xtam bo'yicha bu rayondagi muhim o'tish nuqtasidan chekingandan keyin bosh minister Benyamin Netanyahuning bayonotchisi bayonot e'lon qilib, Isroiliya vakillarining Qatarda davom qilayotgan G'azzada urush to'xtatish haqidagi suhbatni davomlashtirmoqchi bo'lganligini bildirgan. Netanyahu o'tgan hafta Amerikada ziyorati bo'lgandan keyin
İsrailiya bilan Hamas o'rtasidagi urush to'xtatishning keyingi bosqichi haqidagi vositalik suhbat bu hafta boshlanishi mumkin ekan. 1-oyning 19-kundan tortib boshlangan urush to'xtatishning birinchi bosqichi 6 hafta davomlashishi mumkin bo'lib, bu kelishim bo'yicha Hamas 33 isroiliyalik asirni qo'yib berishga, Isroiliya bo'lsa 2000 ga yaqin falastinlik tutqun va mahbusni qo'yib berishga kelishgan. Ma'lum bo'lishicha, Washington, Qatar va Misr o'tirg'i tushib tuzgan urush to'xtatish kelishimi asosan amaliylashgan. Kelishim bo'yicha yakshanba kuni Isroiliya armiyasi G'azzaning o'rta qismidagi Natsarim koridoridagi qolgan o'rinlardan chekinishni tamomlagan. Hurmatli ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.